Sizni nimada ayblashayotganini bilasizmi? Yo'q, xonim. Bir vaqtning o'zida sizga qarshi prokuror, qoradori nazoratchilari, FQB va mahalliy politsiya boshqarmasi ish ochgan. Shuni yurakdan uzr so'rashingiz mumkin. Eng yengil jazo sizni umrbodga qamash bo'ladi. Bunga aminmisiz, xonim? Ha. Prokuror xonim, siz uchun maxsus qo'ng'iroq bor. Balki go'shakni olarsiz. Yaxshi, uni bu yerdan olib chiqing. Agar meni qo'yib yuborsangiz, Cadillac olib beraman. Hazillashmayapman har biringizga. Hammamizgami? Ha, hammangizga. Har bir zobitga bittadan Cadillac. Qamoqdan chiqqaningdan so'ng. Yo, meni baribir qamashmaydi. Adashyapsiz. Ishonching komilmi? Bo'lmasamchi. Yeching. To'xtang, shoshmang. Bu nimasi? Yo'q, hamma ayblovlar olindi. Axir qanaqasiga? To'xtang. U ozod qilindi. Attang Cadillac'siz qoldinglar.